Ko'pchilik biron bir natijaga erishish uchun juda ko'p bilimlarni egallash, yuzlab kitoblar o'qish, turli darslarni tugatish kerak deb o'ylaydi. Yo'q, bu noto'g'ri. Aslida inson qanchalik ko'p ma'lumot to'plasa, harakat qilishi shunchalik qiyin bo'ladi. Nima uchun? Hozir tushuntiraman. Muammo shundaki, hozirgi kunda ayrim bir qovus ichidagi mutaxassislar ishni boshlashdan oldin har bitta narsani yaxshilab o'rganib olishing kerak deydi. Siz reja tuzasiz, kitoblar o'qiysiz, mutaxassislarning maslahatlarini eshitasiz, lekin nimagadir harakatga tushmaysiz. Misol uchun bir yigit o'zi yoqtirgan tadbirkor bilan tanishmoqchi. U shu odamni hamma intervyularini ko'rib chiqadi, ijtimoiy tarmoqlarini kuzatadi, hatto u bilan qanday gaplashish kerakligi haqida o'rganib chiqadi. Bir hafta, bir oy, balki bir necha oy o'tadi, lekin u hali ham o'sha odamga yozish yoki uchrashuv uchun birinchi qadamni tashlamagan bo'ladi. Odamlar ikki xil fikrlashga ega bo'ladi. Birinchisi, darhol harakat qiladigan odamlar. Ular eng yaxshi vaqtni kutmaydi, chunki yo'lda o'rganish mumkinligini tushunishadi. Kamchiliklardan qo'rqmaydi, chunki xatolar tajribaning bir qismi. O'rganishni esa amaliyot bilan birga olib borishadi. Ikkinchisi, o'ylab harakat qilmaydiganlar. Ular xato qilishdan juda ham qo'rqadi. Boshidanoq hamma narsani eng zo'rini qilishni xohlashadi. Eng achinarlisi, yillar o'tishiga qaramay, o'zlarini hali ham tayyor emasman deb vaqtlarini yo'qotishadi. Hayotiy misol, mashhur tadbirkor Richard Branson o'zining birinchi kompaniyasini biznes haqida hech narsa bilmasdan boshlagan. U shunchaki harakat qilgan, qolganini yo'lda o'rgangan. Asosiysi g'oya, qolganini jarayonda tushunib olasiz. Boshlamoqchi bo'lgan ishingizdagi eng kerakli bilimlarni aniqlab oling. Faqat eng muhim ma'lumotlarni o'rganing. Birinchi qadamni tashlang, uzoq o'ylamasdan harakatni boshlang. Jarayonda o'rganasiz, oldindan hamma narsani bilishingiz shart emas. Asosiysi amaliyot va tajriba. Suzishni o'rganish uchun eng yaxshi usul bu suvga tushish. Hayotda ham xuddi shunday. Endi navbat sizga. Hech qanday mukammal vaqtni kutmang. Harakat qilish uchun eng yaxshi vaqt hozir. Bugun nimani boshlashni xohlaysiz? Boshlang.